Bugun O'zbekistonda yana bir ta'ziya bo'ldi. Elimiz suygan el ardog'idagi taniqli inson vafot etdi. O'zbekiston xalqiga og'ir judolik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni yo'llamoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekiston va jahon boksining afsonalaridan biri Toshkent yo'lbarsi nomi bilan dong tarqalgan Rufat Rizqiyev 76 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston boks federatsiyasi xabar berdi. Rufat Asadovich Rizqiyev 1949-yil 2-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on shahrida tavallud topgan edi. 1974-yilgi jahon chempionatida zafar quchib, dunyoda birinchilikda g'alaba qozongan ilk o'zbek bokschisi bo'lib tarixda qolgan. Shuningdek, Rufat Rizqiyev 1976-yilgi Olimpiya o'yinlari finalchisi ham bo'lgan edi. Kanalimiz nomidan bokschining oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etamiz.